Zangata tumanidan korobka holatda uchastkamiz chiqyapti o'rtoqlar. Hozir bitta fasadni ko'ringlar. Ko'rganinglardek uchastkamiz yarimchala holatda qoldirilgan. Egalari aytishyaptiki, pul zarur bo'lib qolgani uchun sotuvga qo'yilgan. O'zlari uchun mustahkam sifatli materiallardan foydalanib, qurib bitqazilayotgan joyda sotuvga qo'yilgan. Xo'p, mahallani ko'rayotganingizda tinch, fayzli mahalla. Tupik mahallamizda joylashgan. Hozir ichkaridan sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Uyimizga kirib kelaverish xodimiz bo'ladi. Hovlimizdan kirib kelganimizda avtomashinalarimiz uchun joyimiz bo'ladi. Planirovkani bitta tushuntirib o'tadigan bo'lsam, o'rtoqlar, umumiy hisobda 5 sotix bo'ladi hovlimiz. Xo'p, o'zingizlar xohlagandek planirovkada qilsanglar bo'ladi. Birinchi etajga tayyor qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoqda bitta hovlimizni ko'rishimiz mumkin va bu yoqda koridorimiz joylashgan bo'ladi. Общий sanuzel va bitta bolalar yotoqxonasi va bitta родительский spalni o'zini sanuzellari bilan joylashgan bo'ladi. Ko'rganinglardek, uchastkamiz 5 sotixga joylashgan. 3 xona alohida kuxna sanuzellari bilan o'rtoqlar. Xo'p, narxini aytib o'tadigan bo'lsam, egalari startoviy $75,000 narxi aytishyapti. Menimcha narxiga arziydigan joy. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bog'lanib baraka qilishinglar mumkin. Xo'p, egalar yana bir narsa aytib o'tishdiki, eng qimmatli narsa bu uchastkamizni olgan odamga o'zini tayyor planirovkasi bor ekan, shu planirovkani ham beramiz deb aytishyapti.